Filippin markazida joylashgan kafening xodimlari imkoniyati cheklanganlar ham jamiyatning bir bo'lagi ekanligini isbotlashmoqda. Kafeda ishlayotgan ofitsiantlarning ko'pchiligi asab kasalliklari tufayli o'z tuyg'ularini namoyon qila olishmaydi. Autizm bilan kasallangan kishilar har doim yordamchi bilan ishlaydi. Mында келген кардарлар бул адамдардын колунан көп нерсе келерин көрсө дейт элек. Алар коомчулуктан бөлүнүп калбаш керек. Биз аларга колдоо көрсөткүбүз келет. Kafeni Isabella Cano'ning oilasi ochgan, uning akasi ham autizm kasalligidan jabrlangan. U kishi ham shu yerda ishlaydi. Mazkur kafe tez taniqli bo'ldi. U yerda xaridorlar ko'pincha imkoniyati cheklangan yosh bolalarni olib kelishadi. Бул адамдар убактысын эл менен өткөргөнү абдан жакшы. Коомчулукка аралашып, пайдалуу жумуш кылып жатышат да. Аутизм менен ооруган баланын апасы катары мен бул нерсени колдойм. Көз караштамын. Autizm bilan kasallangan ofitsiantlarga maosh berilmaydi, biroq ular uchun eng asosiysi odamlar bilan fikr almashish. Mutaxassislar bunday bemorlarning ko'pchilik orasida yurib, ish bilan mashg'ul bo'lsa, ayrim tuyg'ulari o'sadi deb bildirishdi.